Bugun 20 ta qiz, 20 ta bloger qizlar yig'ilishib dachaga tashrif buyurdik. Bu dacha shunaqa zo'r katta dachaki, 44 ta yotoq joyi bo'lib, 60 ta kishini o'zini bag'riga olar ekan. Dachani umumiy ko'rinishi tepadan olganda qizlarimiz ovqatlanib o'tirishdi. Qizlar-yu! Ha, 88-kadr. Xullas xonalarni ko'rsataman. Bu yerda mana erkaklar uchun, bolalar uchun o'ynaydigan joy, nafaqat erkaklar, bolalar, balki ayollar ham. Xonalarda 4 tadan, 3 tadan yotoqlar, bemalol sig'asizlar, o'rtoqlar. O'zini finskiy, turetskiy saunalari bilan birgalikda tuz xonalari ham bor. Tuz xonasi sizlarning o'pkalarga foydali, birisi chiroyli. Gir aylana xona tepada ko'ryapsizlarmi? Bu yerda umumiy sanuzel, ana xonada rodительskiy xona shekilli o'zini sanuzeli bor ekan. Bu yerdan zinadan tushamiz.